Nimaga podkastidagi ushbu epizodni ko'ring, keyin mavzuga o'tamiz. Klaus Schwab shu 4-sanoat revolyutsiyasi degan kitob yozdi. 10 yildan keyin, 15 yildan keyin, 30 yildan keyin qayerga ketib qolamiz? U yozgan gaplar birinchi shu 2017-yil yozganda ham sal odamlarga tushunarsiz edi. Hozir esa tushunarli bo'lyapti shuni yozganlari. O'zbek tilida tarjimasi chiqqan yo'q hali. Suhbatda aytilgan kitobni o'tgan yil o'qib chiqqandim va u o'zbek tilida mavjud. Kitobning muallifi 4-sanoat inqilobi insoniyat uchun qanchalik salbiy va foydali ekanligini tahlil qilish va bunga ertaroq tayyorgarlik ko'rish haqida gapiradi. Tansa tushib reklama qilayotgan bo'lsa bu gumanoidlar, 15 yil ichida 1000 dan ortiq kasb keraksiz bo'lib qoladi. Kelajak haqida o'ylashga majbur qiladigan kitob. Inson nima qiladi inson? Biz sun'iy intellektdan yordam so'rab turgan bir vaqtimizda u ma'lum bir kompaniyalarning rahbariga ham aylandi. 3D print orqali hatto inson umurtqasini ham yasab, uni operatsiya orqali joylashtirishdi. Ba'zi bir rivojlangan davlatlarda taksilar haydovchisiz harakat qilayotganini ham siz yaxshi bilasiz. Kitob va uning mavzusi dolzarb. Shuning uchun ham Asahi jamoasi taklifimga ko'ra dolzarb 15 promokodi bilan 4-sanoat inqilobini 15% lik chegirma qilib berishmoqda. Foydalanib qoling. Va bu uzoq kelajak emas. Bu keldi.